kimnidir gumburlatib tanqid qilamiz degan maqsad bilan sahnaga chiqmaymiz. Unaqa qilmaylar, men vaqti gapirishni bilmayman-ku. Konsert zali eshiklarini tashqarisida qolib ketmasligiga harakat qildik. Hozir aynan o'shandan boshlaymiz mana hozir. Bugun erta hal bo'ladi, nech pul bo'lishi. Ha, bu safar sal ko'proq chiqaman. Kimnidir nog'orasiga o'ynaydigan jamoa emasmiz. Million jamoasining 2025-yilgi bahorgi konsert dasturiga tayyorgarlik jarayonidamiz. Amerikaga borish to'xtatinglar, iltimos sizlardan, maylimi? Bu tezlik bilan biz 20 gigabaytli yangi kinolarni 2 sekundda chap qilamiz. O'zlaringizdan gapirgan turdan muammo yo'q. Qo'yib yuboring. Konsertga tayyorgarlik qanaqa ekan? Juda ham a'lo darajada 3 oylik qilingan mehnatlarimizni samarasi nihoyat o'zini bo'yini ko'rsatadigan pallalar yaqinlashyapti va umid qilamanki, mana shu bayram kunlarida yurtimiz aholisini bayramona kayfiyati yanada yuqori cho'qqiga ko'tarilishiga ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'sha olamiz. Chunki bu konsertga alohida bir yondashuv bilan mehnat qildik. O'sha konsertdan oldingi matbuot anjumanida ta'kidlab o'tganimdek, avvalgi konsertda o'zimizni ko'nglimiz to'lmagan jihatlarga alohida e'tibor berdik va men hozir jamoadagi birorta ishtirokchini ochig'i kam mehnat qilganlikda ayblamayman. Hozir yigitlar bor kuch-quvvatini, ba'zilari shu boridan ham ko'prog'ini mana shu sahnada qoldirishyapti. Xudo xolisa, nasib qilsa 10 kun davomida xalqlar do'stligiga keladigan tomoshabinlarni ishonchini oqlashga, mehr-muhabbatini qozonishga va kayfiyatini ko'tarishga muvaffaq bo'lamiz degan umiddaman. 10 kun dedingiz, yana 4 ta seans ham qo'shilgan. 4 ta emas, 2 ta kunduzgi seans qo'shildi. Shanba va yakshanba 5-6 aprel kunlariga kunduzgi seanslar ham qo'shilgan. Tabiiyki, bu kunlarda yurtimiz viloyatlaridan Toshkent shahriga keladigan tomoshabinlar, muxlislar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Bu elektron platformalar orqali chiptalarning sotilishidan ham sezish mumkin. Shu jihatdan ularning birontasi o'sha konsert zali eshiklarini tashqarisida qolib ketmasligiga harakat qildik. Ya'ni umid bilan kelayotgan shu muxlislarimizni hammasi yangi dasturimizga guvoh bo'lishini xohladik. Shu. Ro'za Ramazon tugashini kutdinglarmi? Fursatdan unumli foydalangan holda yurtimiz aholisini, mehmonlarini Ramazon hayiti bayrami bilan chin qalbdan, o'zim nomimdan, jamoamiz nomidan chin qalbdan samimiy muborakbod etaman va bayram kunlari sizlarni uyingizga ozgina bo'lsa-da o'sha tabassum bilan kirib borishga harakat qilamiz. Xudo xolisa, million jamoasi o'sha o'z an'analariga sodiq qolgan holda maza qilib, ko'rib, yayrab, kayfiyat ko'tariladigan, haligi yangi kunga bo'lgan ishonch ko'tariladigan bir hazillar bilan muxlislarni xushnud etishda davom etadi degan umiddaman. Konsertga tayyorgarlikda sizni qiynaydigan birorta holat bormi? Doim bo'ladi. Konsertga tayyorgarlik jarayonida bizga oson bo'ladigan jihatni o'zi yo'q o'zi aslida. Chunki bu mashaqqat. Biz keyingi yilgi konsertdan bitta muxlisni saralab olmoqchimiz. Million jamoasi bilan mana shu konsert periodi, ya'ni davri mobaynida to'liq birga bo'ladigan va sahna orti mashaqqatini o'zini ko'zi bilan ko'rib, boshqa muxlislarga bu haqda gapirib bera oladigan. Chunki bu jarayonni ham bir alohida bir kontent sifatida taqdim etish mumkin-da. Chunki hazillarni o'ylash, ularni sahnalashtirish bu aslo oson kechadigan jarayon emas va kreativ yondashuv bilan bir qatorda mashaqqatli mehnatni talab qiladigan proses. Va jamoamizni har bir a'zosiga mana konsert boshlanmasidan oldin o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki bunga juda jiddiy yondashgan holda bu galgi imtihon biz o'ylagandek bo'lishi uchun qo'llaridan kelgan hamma mehnatni qilishda, choralarni ishga solishda. Xudo xolisa bu konsertimiz barcha dasturlarimiz ichida bir yarq etib ajralib turadi degan umiddamiz. Xudo xolisa. Muxlisni siz konsertingizga kelganlar ichidan tanlab olasizmi? Unda qanday shartlar bo'ladi? Menimcha ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali bitta muxlisni saralab olamiz va tabiiyki endi har doim bu jarayonni kuzatib borishga tayyor bo'lgan tomoshabinlar ko'p bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'niki
jamoa a'zolari qatori har bitta repetitsiyaga kelish kerak bo'ladi-da u muxlis. 10 kunlik konsert dasturi uchun Million jamoasi 3 oy davomida tayyorgarlik ko'rishgan. Yaqinda matbuot anjumani o'tkazdingiz va o'sha matbuot anjumanidan keyingi tayyorgarlik jarayoningizda sahna ko'rinishlarida o'zgartirishlar bo'ldimi bugunga qadar? Nechta sahna ko'rinishi olib tashlandi va nechta qo'shildi? Yo'q, aslida tayyorgarlik jarayonida katta o'zgartirish kiritilmadi, chunki nomerlarni saralab olgandik va hozir ularni o'sha tobiga keltirish va o'sha maromiga yetkazib ijro etish ustida ish olib boryapmiz. Oldindan qo'ygan rejalarimiz o'zgargani yo'q va o'sha rejalarimizga sodiq qolgan holda, Xudo xolasa, yaxshi dasturni namoyish etamiz, Xudo xolasa. Tayyorgarlik jarayonida Million jamoasidagi qaysi ishtirokchilar bir-biri bilan chiqishmay urushib turadi tez? Endi juda ham bir janjalli vaziyatlargacha hech qachon bormaymiz, chunki men o'zim ham olib bormayman bu vaziyatlargacha. Jamoamizni ichida hozir fantastik muhit hukm suryapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Jamoa a'zolarining hammasini hozir asosiy fikr u dardi shu konsertni munosib o'tkazish. Tabiiyki, repetitsiya jarayonlarida o'zaro munozaralar, tortishuvlar, bahslar yuzaga kelishi mumkin, lekin bularning hammasi dasturni yuqori saviyada bo'lishiga qaratilgan. Ya'niki bu yerda bir shaxsiyatga o'tish va bir-biri bilan dahanaki jangga kirishish degan momentlar yo'q o'zi aslida. Shunchaki haligi yo'q bu narsa tortmaydi desa, ikkinchisi yo'q xalq tomonidan yaxshi olqish bilan kutib olinadi deganga o'xshagan bahs bo'lishi mumkin, lekin unaqa bir ichkarida haligi atmosfera buzilishiga sabab bo'ladigan narsani o'zi yo'q. Chiroyli ijodiy muhit deng buni ham. Albatta. Biz bu narsani bu muhitni shakllantirish uchun uzoq yillar davomida harakat qilib bordik, chunki ichkarida agar fitna bo'ladigan bo'lsa, g'iybat, ig'vo bo'ladigan bo'lsa, bu jarayonda ish yaxshi kechmaydi. Xudoga shukr, biz shunga muvaffaq bo'ldik. Jamoaning har bitta a'zosi hozir natijaga, yaxshi konsertga asosiy e'tiborini qaratgan. Demak, bugun so'nggi tayyorgarlik jarayoni. Xudo xolasa sahnaga chiqamiz. Va yana oldingi konsertingizda ishtirok etmagan yangi qanaqa nechta ishtirokchi oldinglar? Yo'q, yangi ishtirokchilar asosiy pozitsiyalarga taklif etilmagan. O'sha hamma ishtirokchilar milliondan hech kim ketayotgani yo'q. Xudo xolasa epizodik rollarga yangi chehralarni taklif qilganmiz, lekin jamoaning o'zagi saqlanib qolgan. Tayyorgarlik jarayonida Davron Kabulovni necha marta jahli chiqdi? Yo'q, u har repetitsiyada jahli chiqadigan moment bo'ladi. Endi jamoadagi yigitlar o'zi o'sha tanaffus paytini cho'zib yuborishsa ham jahli chiqishi mumkin. Repetitsiyaga vaqtida kelmasa jahli chiqishi mumkin. Endi bu jahli chiqishi bu nisbiy tushuncha, chunki bu jarayonda bu har bitta menimcha ishxonada bo'ladigan holat. Shu jihatdan men ulardan ortiqcha narsa talab qilmayman. O'sha tartib va intizomga to'liq rioya etgan holda mas'uliyatni to'liq his qilish va konsertga tayyorlanadigan vaqtimizga xiyonat qilmaslik. Ko'rib turganingizdek tayyorgarlik jarayonlari juda ham qizg'in tarzda o'tyapti va ijodkorlardan charchadingizmi deb savol bersak, ular bizni charchashga haqqimiz yo'q. Biz xalq uchun, muxlislarimiz uchun ishlayapmiz deb javob berdi. Unaqa qilmaylar, men vaqtga gapirishni bilmayman-ku. Sahnada shuncha gap. Assalomu alaykum. Tayyorgarlik qanaqa ketyapti? Juda ham zo'r. Avjida, nima desa bo'ladi? Kayfiyat bilan eng asosiysi, sizlarga Xudo xolasa yaxshi mahsulot beramiz deb harakat qilamiz. Sizlardan ham xuddi shunaqa podдержка kutib qolamiz. Chunki hammasi sizlar uchun. Charchoq bormi? Charchoq yo'q desa ham bo'ladi, chunki birinchi marta emas, o'rganib ketganmiz. Ayting, shu uyqusiz kunlar haqida, tunlar haqida ayting. Bor, uyqusiz kunlar bor, 2 kunlab uxlamagan odamlar bor, uxlamagan odamlar bor. Tasavvur qilinglar, shu narsani charchoq yo'q deyaptilar. Yo'q, u charchoqlar chiqib ketadi-da. Mana birinchi kundan keyin bo'lib chiqib ketadi. Muxlislar keladi, ko'ramiz, kuladi, mazza qiladi, esdan chiqib ketadi o'sha. Bu bor, haqiqat bu. Millionli muxlislarga har doim bitta gap: biza bilan qolinglar, sadoqatli bo'linglar. Biz sizlarga sadoqatlimiz. Ke tur. Tayyorgarlik zo'r, Xudo xolasa bugun oxirgi 2-kunimiz tayyorgarlikning. Endigi konsert. Davron aka, cho'ntaklarga qancha zarar yetkazdingiz? U
konsertni oxirida ma'lum bo'ladi. Qani, mo'min sandan mana shuncha ketdi bo'ladi. Oxirida bilamiz endi qancha bo'lganini. Hozir noma'lum. Bugun erta hal bo'ladi, nech pul bo'lishi. Konsertga tayyorgarlikda sizni qiynaydigan qaysi masala bor? Nimani ko'proq qiynaydi tayyorgarlikda? Bilasizmi, ba'zi nomerlar bor, ba'zi sahna ko'rinishlari bor. Tayyor, u tayyor, olib qo'ysa bo'ladi. Yo'q, o'shani ham boshqa qayerdan ishlaymiz-da, aytyapsizmi? O'shani ham boshqa, u tayyor nomer, o'sha sahnaga qo'ysa bo'ladi, lekin o'shani ham boshdan ishlashimiz kerak. Ana o'sha sal qiynaydi. Ham vaqt oladi. Boshqa nomerlarni, boshqa sahna ko'rinishlarini ishlasak bo'ladi. Yo'q, aynan o'shandan boshlashimiz kerak-da. Hozir aynan o'shandan boshlaymiz mana hozir. Hozir. Shunaqa. Oldingi chiqishlaringizdan bu konsertdagi chiqishlarda farq bormi? Ha, bu safar sal ko'proq chiqaman. Pul ham ko'proq bo'ladi deng. Siz hammasini pulga borib to'g'rilayotgansiz. Yaxshi emas. Siz million yaxshi ko'rasiz. Oldingi intervyuzda eshitgandim. Pulni emas. Millionni hamma yaxshi ko'radi. Siz ham yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? Pulni yaxshi ko'raman men. Ya, million. Men muxlislarni yaxshi ko'raman. Endi o'zgarish bor. Hamma konsertimizda har xil bo'lib chiqishga harakat qilamiz. O'sha oldingi intervyuda aytganimdek, endi oldindan aytib bera olmaymiz. U tushgan odam ko'rib, bilib baho berishi mumkin. Bir xil qilmaslikka harakat qilamiz ko'p narsani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Zo'r ketyapti. Charchaganingizdan o'tirib oldingizmi? Ha, charchoq bor, charchog'imiz, конечно. Necha kun uxlamadingiz? Уже 3-kun почти uxlamayapman. O'rganish bo'lib qoldi. Tayyorgarlik qanaqa ketyapti? Yaxshi, Xudoga shukr. Bu safar boshqacha bo'ladi konsert. Borsanglar ko'rasizlar nasib. Nimasi bilan o'zgaradi? Yengilliklar ko'p, boshqacha yondashuvlar, shu narsalar bilan boshqacha bo'ladi nasib. Endi Xudo xolasa. 3 oy davomida tayyorgarlik ko'rdinglar. Qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Qiyinchilik bo'ladi baribir. Kechasi qolib ketayotgan paytlarimiz bor. Bu o'zimizning foydamizga. Qancha ko'p ishlasak, o'zimizning foydamizga bo'ladi. Million jamoasiga qo'shilganingizga qancha bo'ldi? Bu Xudo xolasa 3-konsertim. Nasib. Endi sekin-sekin hali million jamoasiga qo'shilmadim deb o'ylayman. Endi nasib xalq ko'lidan joy olsak, qo'shilsak, nasib o'shanda million jamoasiga qo'shildim deb bemalol ayta olaman. Kadrlardan ko'rishingiz mumkin. Har bitta chiqishlar tahlil qilinmoqda va xatolar daftarcha orqali yozib borilmoqda. Biz hozir jamoa a'zosi Ma'ruf akadan intervyu olmoqchi edik va ancha kutdik, hali ham muhokama davom etmoqda. Davron Kabulov hayotda qanaqalar? Sahnada qanaqa bo'lsalar, hayotda ham xuddi shunaqalar. Samimiy inson. Bekitmaymiz, to'g'risini aytaman, chunki eng ko'p biladigan odam menman. Yo'q, samimiy inson, vaqt kelganda qattiq qo'l nimaga? O'sha kачествоga, rivoj uchun qattiq qo'llik qiladi. Bu narsani to'g'ri tushunamiz. Davron Kabulov qanaqa ustozlar? Zo'r. Zo'r ustoz. Qattiq qo'l, zo'r, mehribon, joyi kelsa aka, joyi kelsa ustoz. Million muxlislari, boshqa san'atkorning muxlislari, boshqa jamoaning muxlislaridan nimasi bilan farq qiladi? O'ta nozik ta'b, ya'niki qaysi narsa qo'l uchida qilingani va qaysi narsa uchun rostmana mehnat qilinganini haligi arzimagan soniyalar ichida yaxshi ilg'ab olish salohiyatiga ega muxlislar. Har doim agar ahamiyat bersiz, so'nggi konsertlarda bot birinchi raqamli jamoaning birinchi raqamli muxlislari degan jumlani ishlatib kelyapman. Boshqa hech qaysi konsertning muxlislari bilan men ularni solishtira olmayman, chunki juda sinchkov va arziydigan narsa qo'yadigan bo'lsangiz, qarsakni darig' tutmaydigan, lekin sal ruscha aytganda xaltura ishlatadigan bo'lsangiz, shunchaki jimlik bilan sizni jazolab qo'ya oladigan tomoshabinlar va ularga xizmat qilayotganimizda, mana 12-yil xizmat qilib kelayotganimizdan juda ham mamnunmiz. Chunki mana shunaqa tomoshabinlar uchun ishlashni o'zi aslida bir baxt katta. Va biz ularning ishonchini oqlashda davom etamiz degan umiddaman. Xolis. Masalan, dizayn jamoasi aytishadi, bizni muxlislarimizni ko'p erkaklardan iborat. Millionni-kichi. Yo'q, bizda agar masalan boshqa jamoalar bilan solishtiradigan bo'lsak, ayollar foizi kam emas.
Ya'ni 60 ga 40 bo'lishi mumkin. Erkaklar undan ko'p emas. Ya'ni ayollar ham tushishadi, boshqa qilishadi. Endi bizlarning tanqidchilarimiz ko'pincha oilaviy ko'rib bo'lmaydi deyshadi, lekin bizning konsertlarimizda oilaviy tushgan yoki o'zini turmush o'rtog'i bilan, sevgan qizi bilan tushgan juftliklarni ko'rganimizda bu muayyan bir sinfning xulosasi ekanligini, ijtimoiy tarmoqdagi xulosasi ekanligini, lekin aslida bizni oilaviy ko'rishga qarshi bo'lmagan auditoriya ham juda katta ekanligini his qilamiz. Ozod Sharafutdinovning bitta chiroyli gaplari bor: tanqidni bog'iga bolta ko'tarib kirilmaydi, tok qaychi bilan kiriladi. Ya'ni bir narsani yo'qotilishini istagan odam o'zini mana shu bo'shliq, o'sha yo'qotilgandan keyin paydo bo'ladigan bo'shliqni to'ldirish uchun bir taklifi bilan ham kirishish kerak deb o'ylayman. Bunaqa muxlislarimiz ham bor aslida. Mana bu jihatlarga e'tibor bersanglar bo'ladi. Mana bu jabhalarni yaxshilash kerak degan fikr bilan kelishadigan bo'lsa, ular uchun quloqimiz ham, eshigimiz ham doim ochiq. Ularni qabul qilamiz va jamoa ichida buni muhokama qilamiz albatta. Lekin agar tanqid qilayotgan odam siz beldan pastki mavzularga konsertdan konsertga kamroq murojaat qilayotganimizni his qilmayotgan bo'lsa, bizni 10 yildan beri o'sha faxsh targ'ibotchisi sifatida ko'rishni xohlayotgan bo'lsa, biz u odamga ahamiyat bermasligimiz kerak deb o'ylaymiz. Chunki u odam o'zi 10 yil oldin shu xulosaga borib bo'lgan, o'sha tamg'ani yopishtirib kelaveradi-da. U odamni o'zgartirishga harakat qilish vaqtingizni zoya ketkazishdan boshqa narsa emas. Biz o'zimizni ustimizda ishlashga o'sha vaqtni sarflasak, menimcha maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Biz o'zi aslida kimnidir nishonga olamiz, kimnidir gumburlatib tanqid qilamiz degan maqsad bilan sahnaga chiqmaymiz. Shunchaki ijtimoiy hayotimizda ro'y berayotgan voqealarni hisobga olgan holda ularda ko'rayotgan illatlarimizni hazil vositasi orqali, hazil tig'i orqali sahnaga olib chiqishga harakat qilamiz. Va biz qaysidir soha vakillari haqida hazil ishlatayotgan bo'lsak, o'sha soha vakillarini badnom qilish niyatida hech qachon sahnaga chiqmaymiz, balki o'zlariga bir ko'zgu tutish, o'zlaridagi kamchiliklarni payqashlari va payqayotganlarni bilishlari uchun tashqaridagilarim buni sezishyapti allaqachon degan fikr ularda paydo bo'lishi uchun va o'sha kamchiliklarni bartaraf etish uchun o'z ustilarida ishlashlarini xohlaymiz. Bu har bitta soha vakillari uchun kerak. Chunki biz agar masalan shifokorni hazil orqali olib chiqayotgan bo'lsak, biz hamma shifokorlar shunaqa degan fikrda emasmiz. Bizni endi kasbimiz shunaqa. Biz guruchni emas, kurmakni muhokama qilamiz. Shu jihatdan olib qaraganda, o'sha har bitta soha vakillari orasida insofli, adolatli, haqgo'ylari bilan bir qatorda noinsoflari, vijdonsizlari bor. Biz ana o'shalarga ko'zgu tutish orqali ozgina bo'lsa ham o'zlarini yaxshilashlariga bir turtki bo'la olsak, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Million jamoasini bitta epizodi qismi tarqagandi. Videoga olmang, yuzimga bijir-bijir qo'yasizmi degan narsa. To'g'risi u narsani kimlardir beldan pastga o'sha negativ fikrlashi mumkin, lekin men u narsadan shunchalik sharmanda bo'lar ekanda bu narsalar, shunchalik yomon bo'lar ekanda deb qaraganman. Bu menimcha hammani qarashiga bog'liq deb o'ylayman. Albatta, illat izlaganga illatdir dunyo. Haligi ruslarda aytishadi-ku, stakan naполовину полон или stakan naполовину пуст. Ya'ni men ochiq gap, har gal konsertimizni video versiyasi YouTube ga joylangandan keyin yoki o'zimizning platformaga joylangandan keyin bir narsaga ahamiyat beraman-da. Hali konsert qo'yilganiga 2 soat bo'lgani yo'q. Kimdir menga bu konsert yoqmadi yozadi. Hali konsertni to'liq ko'rib ulgurgani yo'q. Albatta, sen undan oldingi konsertda 20-30 martalab ko'rib chiqding. U konsert sen uchun qadrdon bo'lib qoldi, eski konsert. Uni fonida yangi konsert qanchalik zo'r chiqmasin, senga bir qarashda yoqishi u qiyin masala. Keyin ko'rishadi-da, masalan 20 kun, 30 kun o'tgandan keyin o'sha konsertni ko'rgandan keyin, ha, bu yoqda mana bunaqa demoqchi bo'lgan ekan degan tegidagi ma'nolari chiqib ketib qoladi. Biz xursandmiz. Konsertimiz bir marta ko'rishli bo'lmayotganidan va o'sha har bittasida
vaqt o'tgandan keyin, 1 oy o'tgandan keyin, 3 yil o'tgandan keyin, 5 yil o'tgandan keyin odam yangi xulosalarni o'ziga olayotgan bo'lsa, bu bizning ijodimizni qaysidir jihatlarida to'g'ri ishlayotganimizdan dalolat bo'ladi menimcha. Hattoki buyuk yozuvchilarning kitobini ham bir marta o'qib, ma'nosini tushunyapmaydi. Albatta, bizni holimiz vaqtlar o'tgandan keyin o'sha bizni konsertimizni 20 yoshli tomoshabin ko'rganda bitta xulosaga borsa, 40 yoshida aslida bu yerda mana bu ma'noda gapirilgan ekan degan xulosaga borsa, bizni xursand bo'lamiz. Asarlarimiz, qilayotgan ishimiz, qo'yayotgan konsertimiz bejizga ishlamayotganidan, bejizga namoyish etilmayotganidan dalolat bo'ladi. Bizni kamtarona qilayotgan ijodimizga befarq bo'lmayotganingiz uchun kattakon rahmat. Bizni ko'rayotganlar uchun biz ishlashda davom etamiz. O'zimizning mehnatimiz, aqlimiz yetganicha eng chiroyli sahna ko'rinishlari bilan kayfiyatni ko'tarishga harakat qilaveramiz. Bizni yoqtirmaydiganlar, yomon ko'radiganlar, sizda televizorni, YouTube'ni o'chirib qo'yish imkoniyati borligini eslatib o'taman. Va bizni ko'rishga hech kim majbur emas. Ko'rsanglar xursand bo'lamiz. Biz kimnidir nog'orasiga o'ynaydigan jamoa emasmiz. Biz bor yo'g'i o'sha o'zimiz yashayotgan jamiyatda o'zimizni jabhamizda foydali bo'la olishimizni isbotlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz xolos. Va mana shunaqa yoshlarga imkoniyat eshiklarini ochadigan jamoamiz, xudo xolisa. Va umid qilamanki, yana ko'p yillar davomida million tanqidchilari nima deyishidan qat'iy nazar o'zini yo'nalishidan, o'zini relslaridan chiqib ketmasdan ishlashda davom etadi. Va o'zining muxlislari uchun ijod qilish. Albatta. Shahla Olijonova bilan Mo'min aka juda ham kam gap ekansizlar hayotda. Yo bizga shunaqa deyilyaptimi? Sizga shunaqa tuyulayotgan, ro'zi juda ham ko'p gapiramiz, prosta sahna ko'rishlarni qilishimiz kerak. Undan keyin ko'p rekvizitlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Bizni haydashyapti. Narsalarimiz bo'ladi. Bizni haydashyapti. Haydayotganimiz yo'q. Odam sadaqasi ketsa arziydi. Bizni hayda. Xullas rahmat intervyu olganinglar uchun. Endi repetitsiya qilaylik? Ha. Demak, konsertda ko'ramiz. 1-apreldan 10-aprelgacha Xalqlar do'stligi san'at saroyida millionning konsert dasturini kutib qoling.